Bu yerlarda nima qilib yuribman-a? Hey Arti, sen shu yoqdamisan? Javob ber. Ha, qishloqqa nima deysan? Qanaqa muammoing bor? Sen yaramas o'zingcha o'tgan videoda yutdingga meni qurishdi. Yaramas butun videoda o'zingni maqtagansan-ku, men zo'r menga o'z beringlar deb. Balki aytgandirman, nima farqi bor? Video meniki edi, xohlagan gapimni gapiraman, tushundingmi? Nima urasan meni yaramas? Bu g'urromlik deb ataladi e'tiboring uchun. Sen g'urromlik qilgansan. Buni g'urromlik emas, o'z imkoniyatlaridan foydalanish deb atagan bo'lardim. Unda yana bir bor bellashamiz. Endi qo'rlar jangi bo'ladi. Tushundingmi? Xohlagan paytingda, xohlagan joyingda. To'g'ri. Ketdim. Qishloqqa, men bilan yana bellashib xato qilyapsan. Bu safar ham yutqazishing aniq. Yana men bu safar olmos bloklarni ishlatyapman. Tamomsan. Ey yaramas, o'tgan safar videoni sevganding, shuning uchun hammani o'zing tarafga og'dirib olding. Shuning uchun yutqazdim. Bu safar unaqa qilma. Shunda haqiqiy g'olibni ko'rib qo'yasan. Mayli qishloqqa mayli. Obunachilarning hammasi xohlagan odamiga ovoz beradi. Eshikni ham qo'yib oldim. Sen nima balolar quryapsan? Men allaqachon senga birinchi topshiriqni qurishni boshladim. Bo'ldi. Men quryapman. Xo'sh, do'stlar, qishloqqa eshitmaslik uchun sal pastroq gapirishga harakat qilaman. Xo'sh, bizda birinchi topshiriq labirint bo'ladi. Qishloqqa labirint quramiz. Mana shunday chalkash, hamma yoqda adashib ketishi uchun. Bu yoqqa esa biron xil tuzoq qilamiz. Mana maxluq bilan urushadi. Agar shu yergacha kelsa, bu yerga yana ozgina qo'yamiz, bu yerga ham yana bitta maxluq. Voh. Bu yerga esa eshik qo'yamiz, do'stlar. Eshik oddiy emas, kodli bo'ladi. Bu kodni ochish uchun esa qishloqqa maxluqlarni o'ldirishga to'g'ri keladi. Maxluqlardan bittadan tushadi shunki. Xo'sh do'stlar, yana biron xil tuzoqlar qo'shish kerak. Masalan, qayerga qo'shishimiz mumkin? Yana bitta maxluq qo'shishimiz mumkin va mana bu yerga tugma qo'yib qo'yamiz. Agar qishloqqa bu tugmani bossa agar afsuslanadi. Bu yerga esa undan ham zo'ri. Bunisi sal boshqacharoq, lekin qishloqqani uchishga majbur qiladi. Bomba sekingina portlaydi. Lekin u vijvaniyada bo'lgani uchun o'ladi. Bu yerga esa qurol yaroqlar qo'yib qo'yamiz qishloqi uchun. Do'stlar, endi keyingi topshiriqda qurishni davom ettiramiz.